Leksiyelerimizin devamı, hürmetli vatandaş. Bugünkü islağa 2022 yıl 4. ayının 1. günü. Endiki leksiyemizin mavzusu mundaq. Hazır endi Cungo Amerika ve Cungo Rusya münasebeti qayerga geldi? Cungo Rusya Amerika münasebeti qayerga geldi? Maşı leksiyalarda iz qilsizlar. Mavzu mundaq vatandaş. Tarixda misli ko'rilmagan eng zo'r. Ko'pchilik xabarni ko'pchilik kutgan, men ko'pchilik qilib oldim. Amerika Rossiyaning bir nefes elevelişiğime yol koymadı. Yani Amerika Rusya'nın bir tinvelişiğime yol koymadı. Mavzulu haber 3. ayının 31. günü Vanvet orbiti ilan kılın. Haber mundaq başlan. Aksaray 31. günü mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden zapas saklavatkan gaz yoki benzinden her günü 1 milyon barrel quyi içishga buyruq berdi. Vaqt 6 ay. Bu orqali Amerika ittifoqdoshlarining Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan kelib chiqqan gaz bahosining o'rlab ketishidan, pul paxolligi kelib chiqishidan saqlanmoqchi bo'ldi. Saqlab qolmoqchi bo'ldi. Ittifoqdoshlarini. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Washington Rossiya Vladimir Putinning energiya qurolidan xohlagancha foydalanishiga yo'l qo'ymaydi. Fransiya xalqaro radiosi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden neft şirketleri rekord yaratqıdak foyda manfaatga cho'kib ketmasligi kerak. Amerika amaldorlari 31. günü mundaq ko'rsatdi. Her günü 1 milyon barrel zapas saqlangan gazni qo'yib etish to'g'risida buyruq e'lon qilindi. Bu orqali o'rlayotgan may bahosi, ya'ni gaz bahosi ve pul pahalılığını cheklashni o'ylashdi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati. Bu demek Amerika'da zapas saqlayotgan gaz yoki neftdan 50 yillik tarixida saqlanayotgan 50 yillik tarixida gaz ve neftni saqlashning 50 yillik tarixida tunji qatam bozorga zapas gazni qo'yib etish deganlikdir. Zapas saqlanayotgan gazni qo'yib etish planı yer shari bo'yicha neft bahosini 5% tushirib, bir barrel ham neftni 106 dollar seviyede saqlab qoldi. Keyin prezident Joe Biden nutq so'zlab Ukraina Rossiya vaziyati to'g'risida to'xtaldi. Rossiyaning Ukrainaning qisman joylarida harbiy harakatlarni azaytmoq deganligi to'g'risida to'xtalib, prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Men gumon qilaman deb ko'rsatdi. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Vladimir Putin o'zini ayrim tutadigan bo'ldi. Bazı alametler aşkar edildi ki kabinет emeldarlarının, yani Rusya'da hükümet kabinет emeldarlarının bir kısmını işten boşalttı. Bazılarını öylerde mirza qamoqqa aldı. Endi şu münasebetlik bağlanışlık vatandaşlar torbettirdiki obzorchilarning xabarlariga diqqat qilinglar vatandaşlar. Birinchi xabar mundaq. Halqiliq paytlarning umumiy xabarlari. 3. ayning 31. günü Vladimir Putin taslim bo'lg'icha bombardimon qilishni buyurdi. Mariupol, Ukrainaning Mariupol shahrini
Təslim bolğuca bombardıman qılışqı buyruq bədi. Tünügüllətin çekindik, çekinimiz dedi. Bugün yana resmi buyruq bədi maalef olğa. Hazır bu abdur şu gepler qılıvatıdı vətəndaş. Amerika, Angliya, Ukraynaga hərbi yardım berib, Rusiyanı texmo qiyin ahvalga düşürüb qoydu. Çünki şərqdən şəpi berib, Qərbga hücum qilib, ikki yo'lga bölüb, Rusiyaga yardım berishga başladı. Mal qaçılanğan aeroplan yerim yolda kayniga qaytqandan keyin Chongqingdan Sichuanning Chongqingdan Moskvaga qarab uçqan aeroplan havada yerim yoldan qaytib keldi degan edi. Qisinglardi bor. Biyadim deydi. Mal qaçılanğan aeroplan yerim yolda kayniga qaytqandan keyin Jungo Yevropa poyiz işloni 770 tonna mal buyum qaçılab Ürümçi arqılı qo'zg'aldi. Ürümçi arqılı Moskvaga elib berishga qo'zg'aldi. YouTube halqılık paytda hukumat tarafdor bitiqo bu vatandaş. Ko'rdingizmi? Yana bir xabar. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Xi Jinping bilan maxfiy ko'rishdi. Mana gapga diqqat qilamiz, mana qarab turing. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Xi Jinping bilan maxfiy ko'rishdi. O'tgan yil 3-oyning 22-kuni Sergey Lavrov Beijingga keldi, Guyli shahriga tushdi. Rais Xi Jinping Pujanga qochib ketdi. Bu da endi Beijingda Sergey Lavrov bilan maxfiy ko'rishdi. Va Xi Jinpingni hamkorlashishga zorladi. Çünkü Rossiya bilan hamkorlashish kerak deb Xi Jinpingni zorladi. Canlı'nın nazarı YouTube 3-oyning 31-kuni qat'iy niyatga keldi. Yana bir xabar. Beijing niqobini yirtib tashlab, Rossiyani oshkora qo'llaydigan tarafda turadigan bo'ldi. Qat'iy niyatga keldi. Beijing niqobini yirtib tashlab, Rossiyani oshkora qo'llaydigan tarafda turadigan bo'ldi. Cansınca 3-oyning 31-kuni YouTube vatandaşlar. Endi maran qaranglarmi biz Türkiye ve vaziyet ve muhakimimizde nima degan edik? Tarixdagi Rossiya Xitoy o'rtasida sizga shartnomalarni ko'tarib chiqqan edik. Mana diqqat qiling vatandaş. Xi Jinping bilan Vladimir Putin urushdan burun, yani Ukrayna Rossiya urushidan burun maxfiy kelishim imzoladi. Agar bu kelishim oshkor bo'ladigan bo'lsa, Xi Jinping 20-qurultayda qayta sekretar bo'la olmaydi. 3-oyning 31-kuni YouTube obzorchilik yaping. Biz tuningen 5imiz ketib ketdik, nima kelishimdi bu dedi vatandaşım. Mana mayadan chiqdi. Xudo yetkazib turdik, o paket deganda qarang, mana mayadan chiqdi. Maxfiy kelishim qachon imzolandi? 2-oyning 4-kuni. Hozir to'xtalamiz vatandaş.